Hokimiyat tomonidan unaqa belgilanmagan-ku. Hokimiyat tomonidan bizlarga aka yo'qotib berib qo'ygan joyi yo'q. Men Yo'q. gaplashavering, ha. Belgilab qo'ygan joyi yo'qmi? Hokimiyat tomonidan menga evakuator olib bermagan aka. Xo'p. Gaz puli bergan yo'q. Remont qilib bergan yo'q. Xo'sh. To'g'rimi? Ha. Sizga 150 ming yozgan, hali ham yaxshi qildi. Xo'sh. Rossiyani qancha? Qanday rasta? Olib kelgani? Olib kelgan 2 kilometr. 2 kilometrga 150 mingmi? Ha. Men ham evakuator olib ishlasam bo'lar ekan. Ishlang aka. Zo'r ishlar ekanlar sizlar. Mana Assalom tuman nima deydi, jarimaga ushlab turuvchi SNKga keldik. Mana avtotransport vositalarini jarimaga saqlab turuvchi SNKasi bu. Mana shuncha texnika jarima maydonida turibdi. Endi hozir bir mashinani chiqargani kelganman. Qani bilamiz summalari qanaqa bo'lar ekan. Necha pul der ekan. Hozir kutib turibmiz. Ayağa ketdi. Hey, hey! O hamma kelar ekan. O hamma so'radi. To'g'ri, bu yerni nima qilavering? To'pat-to'la kalti. Hal qilavering hujjatlar. Yo'q. Ko'p qoldingizmi? Nimaga? Prezidentlikning evakuatori bor. Xo'p. Qarang. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Xo'p. 12 kun, u bugun 13 kun bo'lyapti. 13 dan 62 ga ko'paytiring. Xo'p, tushundim. Qancha bo'ladi? Va ko'paytiring. Men ko'paytirish bilmayman-da. Jami mana prezidentlik bilan 150 ming nimaga? evakuator. Nima uchun? Ortib kelgan. Hokimiyat tomonidan unaqa belgilanmagan-ku. Hokimiyat tomonidan bizlarga aka yo'qotib berib qo'ygan joyi yo'q. Men Yo'q. gaplashavering, ha. Belgilab qo'ygan joyi yo'qmi? Hokimiyat tomonidan menga evakuator olib bermagan aka. Xo'p. Gaz puli bergan yo'q. Remont qilib bergan yo'q. Xo'sh. To'g'rimi? Ha. Sizga 150 ming yozgan, hali ham yaxshi qildi aka. Xo'sh. Rossiyani qancha? Qanday rasta? Olib kelgani? Olib kelgan 2 kilometr. 2 kilometrga 150 mingmi? Ha. Men ham evakuator olib ishlasam bo'lar ekan. Ishlang aka. Zo'r ishlar ekanlar sizlar. Hokimiyat u narsani unday demagan. Birov mashina olib, remont qilib, boshqa qildi u bu. Qaror chiqaryapti. Qarorga asosan sizlar ish faoliyati bo'ladi. Qaror 6 kilometrgacha 50 ming so'm deyilgan. 6 kilometrdan ziyodi 80 ming so'm deyilgan. Xo'p, o'sha qaror olib qilingan aka. Ko'rsataymi? Keyin bo'ysunasizlarmi? Bo'ysunamiz aka. Va telefoningni berdi bu yoqqa. Mana qarang. Indamay turing. Indamay turing. O'sha qarorda Xo'sh. davlat tomonidan berilgan evakuator bo'lish kerak degan joyi ham bor, bilasizmi? Yo'q. Unaqa deyilmagan. O'zim aka sudga chiqdi. Davlat tomonidan hech qanaqa evakuator yo'q, ukajon. Siz meni videoga nimaga olyapsiz? Shuni tushunyapsizmi? Men jamoatchilik nazoratidanman. Meni tonimadingizmi? Yo'q. Internetga kiring, meni topasiz. Mang, yaxshi. Mana bu qaror. Xo'p. Xohlasangiz berim o'qib chiqing. Mana bu belgilangan summalari mana. Xo'p. 1 soatga 2551 so'm deyilgan. Mana bu mashina turishiga. Bu hozir to'g'ri aytyapti. 62 ming deyapti-ku 1 sutkaga. Bu to'g'ri keladi bu. To'g'ri keladi. Evakuator narxi mana qarang. 6 kilometr deyapti. 6 kilometrga 50.668 so'm deyapti. 6 kilometrdan 10 metrga 10 kilometrgacha 84.447 ming. 47 so'm. Hop. Nima bizim o'zlariga gaz olib bermayapti? Ye, sizga ham gaz ham olib berish kerak, ham remont ham qilib berish kerak, ham mashina ham berish kerak. O'zingizni taksi qatnasangiz shaharga 2000 so'm olib boraman, bachalar. Qanday 2000 so'm? Yo'l qilib 2000 so'm olib. Men birinchidan qatnamayman-ku. Ham qatnasangiz. Bu Damas liniyada yurgan Damas emas. Bu firma xo'jaligidagi bu. Tushundingizmi? Xo'p, liniyada qatnagan Damaslar soliq to'laydi ular. Lekin davlat ularga zapcha solib bermayapti marshrutga Damaslarga. Nima to'layapsiz soliq to'layapsiz? Xo'p, to'layapsiz, to'g'rimi? Mana siz Damaslar aytdingiz. Damaslar ham xuddi shunday shofyorlar o'zi zapravka qiladi, o'zi remont qiladi, o'zi hamma xarajatni o'zi qiladi. Aka 50 ming so'm bizga qoplaymi shunda? Nimaga qoplamay? Qanday qop? Aka bitta. Bo'lmasa hokimiyatga borib aytingizlarda. Hop, lekin aka Viloyat hokimi qaror chiqaryapti, tuman hokimi emas. masalan, mashina menikida bitta remontim aka, bitta remontim 1 million, 2 million oddiy narsa. Xo'sh. To'g'rimi? Xo'p. To'ppa-to'p. Ayo, tushundim. Tushundim. 50 ming bilan qatnasa, borib kelgan gazimiz 25 minglar bo'lib qo'yadi-da. Ya qo'ysangiz. Ya endi u endi sizning muammoyingizga endi. Bu yerda
viloyat hokimi qaror chiqaryapti, tuman hokimi emas. Viloyat hokimi. Tushunyapsizmi? To'ppa-to'g'ri aka. Endi o'shani siz taklif Lekin kiritishingiz sizga kerak. aka, sizlarga lekin yomon yozilmagan 150 ming. Yo, men To'g'rimi yo noto'g'rimi? yomon yoki ziyod demay anaqa qilmayapman. O'zlaringiz sharhlangizni evakuatorlar ortib ketganda Men- 250 ming yozaydi. Quloq soling. 1 million yozsa ham farqi yo'q. Men mana bu hozirgi video ijtimoiy tarmoqqa chiqadi. Yuqori turguvchi organning o'zi baholaydi kim qandayligini. Lekin men hozir bunga 150 ming to'lasam, bu noqonuniy bo'lyapti, o'g'il. Chunki hokimning qarori bor, viloyat hokimini. Kattalaringiz chaqiring bo'lmasa. Sizdan turgu va SNK boshliqlarni chaqiring. Menga asos keltirib bersin. Yo'q, hokimning qarori menga qiziqtirmaydi. Men xohlagan narximni qo'yaman deb aytsin. 12500 dan hisoblangan 50 ming evakuator bilan qo'ying. 9 ming bo'ladi. Ana. 956 ming 9 ming bo'ladi. Ana. Qandaysiga? 100 ming minus qilsangizmi? 50 ming minus qilyapman. Aka, necha kun bo'lgan? 13 kun. 62 ga ko'paytir. Shuni ko'paytiruv 62 ming 806 ming bo'ladi. 500 so'm. 812.500 so'm. Qo'shamiz 50 ming so'm. 862 ming 500 so'm berasiz aka. Ber. Bularni O'zi olib qancha hisobladingiz? 900 qancha? 806 ming 150 ming plyus 956 ming edi. 50 ming evakuator o'tyapman, 9 ming qo'yapman. To'g'rimi? 862 ming 500 so'm berasiz aka. Qanday rasating? Olib qo'ying. Shunda qonuniy bo'ladimi aka? Shunda qonuniy bo'ladi. Bu bitta bizlar uchun emas. Men jamoatchilik nazoratida yuraman. Men hali bitta bu mashina uchun emas, yana kelishim mumkin. Bironta murojaat qilsa, men o'zim kelmayman. Tushunyapsizmi? Mana qarang, nechtalar mashina turibdi. Men kelib hammasini nazorat qilmayman. Menga kim murojaat qilsa kelishim mumkin. Agar hozir men kutdim, nima uchun ikkinchi qo'limda telefon shay turadi? Bilasizmi? Yo'q, bu amaki ham boshlatsa, agar Musa boshliqlarni chaqirmay, men 102 qilmoqchi edim. Chunki bu yerda qarorda ko'rsatib qo'yilgan. Agar qachonki o'sha jarima maydonchasidagi xodimlar hokim qaroriga bo'ysunmasa, o'z xohlagan narxini qo'yib, xohlagancha nima deydi, o'z boshimchalik qilsa, 102 ga aloqaga chiqib, o'shani bartaraf qilishini ichki ishlardan so'raysiz, taklif qilasiz. so'raymiz, ha, shunaqa. Buzilgan yo'qmi aka? Yo'q, hozir buzilgan yo'q. Katta rahmat. Men o'ylaymanki, endi oddiy mana shu bitta hozir bu yigitning mashina uchun emas, umuman deyapman, xalqqa jabr qilmanglar. Endi qarang, 2 kilometr o'zingiz og'zingiz bilan aytyapsiz, to'g'rimi? 2 kilometrga 150 ming. Endi tasavvur qiling. Mana bu damazlar kun bo'yi yuradi, ana shular qancha ishlaydi deb o'ylaysiz? Aka, bizlar ham taklif kiritsak bo'ladimi? Yo, hozir bitta savolni bering, keyin mayli, men savolingizga 500 javob ming beraman. ham pul ishlaydi aka. 500 ming ham ishlaydi. Rasxod qancha? Rasxod bir 200 ming. Hozir. Xo'p. 200. Bizlar aka 500 ming pul ishlayolmaymiz aka. Yo, endi qarang-da. 50 mingdan bo'ldi aka, men qarang. 50 mingdan biz 10 ta bir kunga mashina olib kelamizmi? Aka, olib kelsak 3 ta 2 ta olib kelamiz. U 100 ming pulga aka biz qanday o'ylamiz bo'lamiz? Qanday xarajatni qilamiz? Yo, agar Shu ham. yo, endi ismingiz kim sizda? Berdiyor ismim. Berdiyorjon. Endi siz hozir shunday qilyapsizki, sizni как будто birov majburlab olib kelib ishlatyapti. Unaqa emasmi? Yo, to'g'ri. To'g'rimi? Hech kim majburlab ishlatmayaptimi? To'g'rimi aka? Siz ishingizni o'zgartirishingiz mumkin, to'g'rimi? Xohishingizda yo bironta bosim o'tkazib sizni mana shunda ishlaysan deyapti. Yo'q, ha? Kimdir bu ishni qilish kerak, kim qiladi shu ishni? Ha, shu sizga ma'qul kelyaptimi hozir? Yo, masalan 50 mingdan xo'p, men siz aytgan hokim qaror bo'lsa aka, Xo'p. bir kunga bitta mashina olib kelsam men. Xo'p. 30 minglik gaz yoqsam aka. Xo'p. Xo'p, mana 50 ming pul olsam, Yo, 20 mingga qanday Yo, ishlayman men? ukajon, 2 kilometrga hayotda 30 minglik gaz yoqmaydi. Aka, Men ham xo'p, katta mashina minganman. 8 kilometrga yoqami 30 ming? 8 kilometrgami? Ha. Yoqmaydi. Xo'p, 20 minglik yoqsin ham. Faqat gaz bilan yurmaydi mashina aka. To'g'ri. Mana mashinamga kamida 1 millionlik yog' solamanda chunki aka. Ha. Mers motorligi uchun. Aha. Biron joy sinib ketsa ortayotgan chog'imda yoki bironta joyda tushib ketadi. Endi qarang. 3 soatlab turamanda. Mayli, qarang, quloq soling, berdiyor. Sizda hozir ruxsatnoma bormi shu mashina yuklash bo'yicha? Aka, menda ruxsatnoma bor, lekin bor, hamma hujjatim bor. Ko'rsak bo'ladimi? Sizni mashinangiz ortganmi yo'qda aka, men ortayotganimda ko'rsataman. Jamoatchilik nazorati deganda tushunasizmi? Jamoatchilik hozir men haydaganim yo'qmi? Turibman mana yerda stenkada, to'g'rimi aka? Ha. To'g'rimi aka? Aha. Gai ham yo'lda yurayotgan payt tekshirishga haqqim bor, to'g'rimi? Aha. Turgan vaqtda tekshirish siz haqqingiz bormi mendan so'rashga? Yo'q. Yo'qmi aka? Ha. To'ppa-to'g'ri. Bo'ldi, o'rtadigan paytingiz men shu pastarg'omlikman. Shu mana shu yerlarda ko'p yuraman. Bo'ldi aka, ana shu payt ko'rsataman, ko'rsatsam, Guvohnoma bo'lishi kerak sizda, bilasizmi? Ruxsatnoma emas, guvohnoma. aka, bor hammasi. Ruxsatnoma bu sizga mana bu jarima maydonchasidan beriladi.
Guvohnoma siz o'zi отдельно guvohnoma bo'ladi, ruxsat. Чтобы siz Aka. haqiqatan shu narsani yuklab ortib haqqingiz bor. O'sha xuddi mana bu haydovchilik guvohnoma qanday? Mana gaidan borib ekzamen topshirib olamiz-ku. Tushuntirib- Xuddi shunaqa narsada bu ham. Aka, bu sizga o'sh qilgan odamlar hozirgi kunda ko'p aka. Xo'p. To'ppa turam aka. Aha. Hamma qonun qoidadan biladi aka. Mhm. Hamma ham shu tur o'rmaydi hozir moshina. Mhm. Ruxsatnomani so'raydi, guvohnomani so'raydi, hujjat so'raydi. Men bilasizmi bitta narsada aniq bilaman 90% evakuatorda balkim undan ham ziyoddir 90% deb aytyapman. Hujjat yo'q. O'shanaqa men aytadigan guvohnoma yo'q. Aka endi birovniki u 90% ichida aynan meni ham qo'shmang aka. Agar men shunday gapirayotgan ekanman, gapimga javob berib ketgandirman, gapirayotgan. Bo'ldi, gap yo'q bu yerda. Shu tomonlarini lekin aka sizlar o'ylamaysizlar-da aka. Qaysi tomonlarni? Bizlar aka shunday chuqurlarga tushib ketgan joylar bilan mashinalarni olib chiqamiz. 3 soatlab, 5 soatlab, 10 kilometrga hisoblasa qanday U bo'ladi? yo, u siz u shaxsiy men chaqirsam, to'g'rimi? Sizni masalan xizmat raqamingiz bor. Unda siz xohlagan narxingizni qo'yishingiz mumkin. Chasni xohlasangiz 1 million deysiz. Men majbur bo'laman sizga 1 million berishga. Lekin qachonki yo'l patrul xizmat anaqasi, xizmatchisi sizni chaqirtiradi-ku. Mana bu nima deydi? Jarima maydonchasiga avtotransport vositasini olib bor deb. Ana shunda deyapman. Ana shunda masalan 6 kilometr joygacha olsangiz, mana ko'rdingiz bahosini 50 ming so'm qancha? 50 ming 400. Ha, 10 kilometrgacha bo'lgan joy o'zi 85 ming so'm. Lekin sizlarda hozir unaqa bo'lmayapti-ku. Aka hozir shunaqa bo'ldimi? Yo, endi bo'ldi. Yo, bo'ldimi? Siz aytganingizcha mana bu amaki aytdingiz, mayli, lekin u kishi недовольный bo'lib, hay dedi. Yo, bitta men hozir kelganim uchun emas, ukajon. Qolganlarga ham shunday qilinglar, javr o'zi bor-ku, kameraga tushadi. Bilmasdan, bilmasdan bir ana u nima deydi? Narushina qilib qo'yadi, yo'l patrul xizmatiga tushadi. Jarimasi bor, nalog to'laydi, masalan, taksichilar, to'g'rimi? Har tomonlama qiyin-da. Endi kamiga evakuator misol, to'g'ri, hozir sizlar yaxshi aytdilaring. Sizlar yaxshi aytdilaring. Meni mashinam, shaxsiy mashinamda o'tgan yili shuna Obilgayni oldida red bo'lyapti. Obilgayni oldida. Mashinani olib borib tiqayapti. Obilgayni oldidan ananga stenkagacha qancha? 200 metr ham chiqmaydi. 200 metr. 300 ming deyapti. 300 ming. Bizlar lekin unday yozmaganmiz aka, ko'ryapsiz. Yo, shuni ko'ryapman hozir sizlar aka, 150 ekan. Lekin mana shunaqa jarima maydonchalari ko'p shunday. 300 minglab bosadi. Lekin yo, men o'zimcha o'ylayman bundayda, bu xalqning norozichiligi, bu qarg'ichi yomon, bu buyurmaydi. Undan ko'ra rozi qilib, o'sha kamini bersin, g'amini bermasin. Misol birontaga 500 ming desalar ham iloji qonunni bilmaydigan odam keladi. Kallasi bor-ku, miyasi tormoz bo'lib qoladi. 500 ming desangiz ham shunday sanab beradi. Qiynalib bo'lsa ham, birovdan qarz bo'lsa ham olib kelib, lejmi mashinani olib chiqib ketay deydidagini, 500 ming desangiz ham berib ketadi. Bana qonundan yiroqda odam. Aka, mana biz ko'rdingiz hozir, kelib ko'rdingiz. 150 ming yozilgan ekan aslida. 500 ming, 400 ming emas. 150 ming ekan, lekin baribir u ham pashta biriga bir yozilganda. Go'zal kentda olib kelganimizda 150 ming yozsak bo'ladimi? Bo'lmaydi. Iya. Bo'lmaydi. Qancha kilometr? Qancha kilometr? Masofani ayting. 10 kilometrda. 10 kilometrga qancha deyilgan? Aka, u qoplamay qolamiz aka. Yo, tushundim. Hokimiyat tomonidan qancha belgilangan ekan? Hozir o'zingiz aytingchi. 80 necha pulda? 84 ming, qancha? 85 ming belgilanganda. Endi qonunda. To'g'rimi? Qonun ustuvormi yoki? Ayting. Tashlaymiz-da, endi bo'lsa bizga ish topib berasizlar-da aka, qonun tomonidan. Mayli. Qo'ldan kelguncha davlatimizda xudoga shukr hozir juda ish ko'p. Qanaqa ish deysiz? Mana katta chakmanlarga chaqiryapti mana havo deydi-ku. Nechta dona, ana shularga kim aytdi yaqinda? Muhtaram prezidentimiz aytdi. Qancha dedi oyligini avtobuslarga, o'shanaqa katta transportlarga 5 millionmi qancha dedi oyligini? 10 million dedimi? Muhtaram prezidentimiz shaxsan o'zi chiqib aytdi. Eshitmadingizmi? Mana boring o'shaga nima qilasiz? Ey, buni yoqilg'isini ham o'zlari beradi. Moshin davlatniki. Chista 10 million oyligingizni olasiz, bo'ldi. Uzr-ku. Ha, internetga chiqdim, men o'zim ko'rdim. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich shunday dedi. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hurmatli kuzatuvchilar, hamma fuqaro o'z haq-huquqini bilgani ma'qulroq deb bilaman. Qayerda mana shu stoyankaga tushsangiz, ne только Pastarg'om tumani, ne только Samarqand viloyati, bu butun respublika bo'yicha 12 ta viloyatimiz bo'lsa, 12 ta viloyat hokimlik tomonidan belgilangan 6 kilometrgacha bo'lgan masofaga 50 ming qancha-qanchada hozir esimga shu 50 ming deyaylik belgilangan. Mashinangiz evakuator yuklab kelsa va 10 kilometrgacha bo'lgan masofaga 84 ming 447 so'mmi shunday ko'rsatilgan. O'ylam aytingda, keyin u dogovorniga u to'g'ri kelmaydi.
qaysi dogovor? Agar o'zimiz ortib bo'lsak, bizlar. Yo. To'g'rimi? Moshin buzilib qolsami? Buzilib qolsa, ha. Ya unga taalluqli joyi yo'q. Qachonki yo'l patrul xizmati, GAI to'xtatib sizni mashinangizda ayb topadi-ku, misol qidiruvda yoki nima deydi, taqiqqa qo'yilgan bir jarima maydonchasiga yo'l patrul xizmati sizni mashinangizni evakuatorga yuklab olib ketayotgan, ana shu jarayonda bu ta'sir kuchini ko'rsatadi. Qachonki o'zingizni avtotransport vositangiz yo'lda ta'mirtalab bu buzilib qoladigan bo'lsa, evakuator chaqiradigan bo'lsangiz, bular o'zini xohlagan narxini qo'yishga haqqi bor. Sizga aytishi mumkin, xohlasa 500 ming, xohlasa 1 million, xohlasa 100 ming deyishi mumkin. Bu bularning ishi. Lekin jarima maydonchasiga keladiganda, bu olib ketishingizda mashinada esingizdan chiqarmaysiz, evakuatorning narxi 6 kilometrgacha bo'lgan masofa 50 ming so'm bo'ladi. Bir ikkita kopikasi bor, ichida 55 ming ham deylik. 10 kilometrgacha bo'lgan masofa 85 ming ham deylik. Buni hammaga jo'natib qo'ying. Qonunni bilmaganlar bilib olsin.